Salom sizlarga. Men o'sha sizlardan ekan Gamer. Bugungi videoda biz sizga bir ma'noda aytsak bu senga mod o'rnatishni o'rgatamiz. Sizga mod o'rnatishni o'rgatamiz. Kanalda go. Xo'sh, mana boshlab oldik. Xullas men sizlarga hozir bu modni arzonni ko'rsatib o'taman. Bunday portal blok masalan sizlarni shunday qilib aldab bilgan bo'lishlari mumkin. Masalan, mana bunday shunday qilib portal ko'rsatadi. Portal koyuyor. Yine emas bu. Mesela bunday qilib qolagancha qilaversa bo'ladi. Kimga bu mod kerak bo'lsa, boshqa yerlari ham bo'lsin aytaman sizlarga. Mana bunday bo'shamasa. Bunday qilib hozir qo'yib yuboraylik. Yo'q, bu sizlar aytgandek bu masalan ko'mirli dunyo olib bo'lmaydi. Bu Nether olib boradi. Nether portal qo'yib mana shu blok bilan qurilganda ular atlet qo'yibman. Bunday qilib qilibdi. Shuning uchun gapiga ishonmanglar. Bunday qilib qaranglarda sizlarga ishonmasin. Qaranglar, teksturlar o'zgargan buni. Masalan, bunday Prosta yerga qo'yib bo'lyapti. Masalan, bu yerga qo'yilmaydi, bu daraxtga qo'yiladi. Bu prosta yerga qo'yilyapti. Qarang. Bossak yuqorib ketadi, ko'ringlar. Ular modlar kerak bo'lsa, menga aytasizlar, men Telegram kanal ochaman. O'zing direktor kor mana buni ko'ringlar. Mana bu opsiyan, bu opsiyan qizil opsiyan deyiladi. Bu 2000-yillar 2005-yilda qo'shilgan. Lekin bu bir kungina qo'shilgan. Keyin yo'qolib ketgan. Lekin bu nimada tavsiyalanadi. Hatto bu Nether Core ham bor edi. U ham qo'shilgan shu kuni. Lekin uni ham chiqish ekan. Lag bo'lgan. Mana bu qo'yiladi. Bu ham bir xil teksturasi. Qo'lda o'zgaradi. Qaranglar, bu aytib o'tsam, bu yantal ishlar. Yantal masalan bunday videolarni ko'rasizlar. Javob bo'ladi. Ham bu yerga qo'yilmaydi, lekin normal ishlaysa bo'ladi. Bunday qilasizlar. Bir blok pastga qo'yib qo'yasizlar. Mana bunday olasizlar. Shunday bo'ladi. Xullas shunaqa. Bu modning avtori yoqdi. Shunday qilib yoki yana bunday bloklar bu mana. Lekin bu yantalik yo'q masalan. Uxlasa bo'ladi. Bunday mana kech qolsak ham bo'ladi mana. Buni yantalik yo'q uxladi. Xullas shunaqa qilib mod qilib ishlasanglar bo'ladi. Baribir endi birikta laglar bo'lib turadi. Xullas mana hamma narsa zo'r. Normalniy to'g'rilar. Nimaga chiqib ketgan chunk baland qo'ygan uchun chiqib ketgan ekan. Keyin sizlarga blok ko'rsataman hozir. Mana shu blok. Bu yo'q blokda masalan videolarda parkour nimasi olsangiz masalan avvalo airboardga sakrash mumkin. Mana bu ikkita bu yerga qo'yasizlar va buni bu yerga qo'yib qo'yasizlar. Bunday sakrashlar chiqib ketasizlar. Mana shunday videolarning ko'p prosmotr mumkin. Bu mana bundaylar ham bor. Qarang, masalan bunday qilib videolarga seriyalarga bunday qilib o'zi buni blok Minecraftda yo'q. Lekin men bu Minecraftda bor. Mana bunday bloklar ham bor. Masalan bu daraxt mana bunday akvarium tekst
Xullas shunaqa bunday bloklarni ham yozadiganda bular. Keyin yana nimalar ko'rsatyapti? Mayli. Hammasini ko'rsata olmayman. Mana bu kamera bor. Kamera masalan hozir ko'rsataman. Mayli bu kamerani ikkinchi qismida ko'rsataman. Lekin hamma obuna bo'lishi kerak. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Obunachilar iltimos 100 ta beringlar. Men sizga shuni modni qanday yuklashni aytaman. Sizlar ham o'zingizlarga ishlasizlar. X-ray ham hattoki deyman. Chunki kerakda bir Twitter'larga, serverlarga azroq ishlatib bermoqchi kerakda. Ular shunaqada. Keyin yana nima kerak sizga? Nima kerak bo'lsa o'sha hammasi bor mana. Keyin nima ko'rsam bo'ladi? Men yodimdan chiqyapti-da. Bu Minecraftda ko'p narsa bor. Mayli. Ola bu mana meni cheatlarim. Xullas bu cheatlar sizlarga emasda bu chunki sizlar menga obuna bo'lmay qo'yasizlar. Obuna bo'lganingizda men bu cheatni aytardim. Hozir Matrix dersizlar ham chiqmaydi bu. Bolalar xullas 85 ta mod bor, 89 ta cheat bor. Kim kerak bo'lsa menga obuna bo'lishi обязательно kommentariyamga yozib qo'ygan boshqa podpiska bilan. Keyin albatta o'tkazib beraman. Kim xohlayotgan bo'lsa mana bunday poteta carrot bunday qilib qo'ysa bo'ladi. Bu sabzinikida bu. Sabziga eksiylar bo'ladi. Mana bu yerlarga bunday qo'yib beradi. Shunday buzoq bo'ladi. Sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Keyingi videolarda mana bunday lag bloklar xullas yoqmaydi menga chunki sizlar bu modulni o'tsangiz bir ikki modlar qo'shilmaydi va lag bloklarga aylanib qolasiz. Lekin bu oddiy hol deb o'ylaysiz, lekin bu oddiy hol emas. Ben su bloklardan bu qimlamaydigan mana qimlamaydigan lava. Bu yerda olov bo'lgan, lekin plastik mana bunday qilib agar siz bilan bu blogimni yozsanglar ular tushib ketadi. Bunday lavalar, bunday larvalar ham bor ekan. Da obuna bo'lishlar kerak. Xullas tushundinglar deb o'ylayman. Keyingi video qanchalik yoqsa shunda barchaga xayr. Keyingi videoga xayr, lekin biz ikkinchi qismini albatta chiqaramiz. Obuna bo'ling, like bosing. Boshla.